NATO tarkibidagi ikkinchi yirik armiyaga ega musulmon dunyosida ikkinchi yirik iqtisodiyot, Rossiyaning tarixiy raqibi, Yevropa bilan Osiyo orasidagi eng muhim davlat. Bu yil Turkiya Respublikasi to'liq 102 yoshda. U buyuk Usmoniylar imperiyasi qulaganidan so'ng paydo bo'lgan, ammo bir asr avval o'zining imperiyaviy o'tmishidan voz kechgan edi. Lekin bugun hammasi o'zgarmoqda. Turkiya yana atrofida xalqlar va davlatlarni birlashtirmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an ochiqcha Birlashgan Millatlar Tashkilotini isloh qilishni talab qilmoqda. U dunyoni yangitdan shakllantirmoqchi va o'zini har joyda ko'rsatishga urinmoqda. Bu birinchi qarashda g'alati tuyulgan xarita. Turkiya, O'zbekiston, Ozarbayjon, Tatariston, G'arbiy Xitoy va hatto Yakutiya. Bu hududlarda jami 150-170 million atrofida odam yashaydi. Nima ularni birlashtiradi? Turk ildizlari. Bu xalqlarning ildizi umumiy, tillari o'xshash va aksariyat hollarda islom dini birlashtirib turadi. Xo'p, so'rashingiz mumkin, Turkiyani bu yerda nima aloqasi bor? So'nggi yillarda aynan Turkiya yumshoq lekin faol tarzda barcha Turkiya xalqlarini birlashishga chaqirmoqda. Hozircha bu faqat madaniy va iqtisodiy hamkorlik. Xarita o'zgarmas emas. Xarita hech qachon doimiy bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Yorqin misol, 30 yil oldingi voqealar. SSSR rasmiy ravishda 1991-yil 26-dekabrda tugaydi. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии. Bu 8-dekabr kuni Rossiya, Ukraina va Belarus rahbarlari Belovich o'rmonida bitim imzolangandan keyin bo'lgan. Lekin ba'zi janubiy respublikalar, masalan, Ozarbayjon yoki O'zbekiston mustaqilligini undan oldin e'lon qiladi. Bu davlatlarni birinchi bo'lib kim tan oladi? Nima deb o'ylaysiz? Qozog'iston, Turkmeniston va albatta Turkiya. Va allaqachon 1992-yilda, ya'ni SSSR tarqalgandan keyin Turkiy davlatlar ilk sammitini o'tkazishmoqda. 2025-yil bahorida Istanbul hokimi Ekrem İmamoğlu va yana bir nechta Turk Respublikasi Xalq partiyasining shahar rahbarlari hibsga olinadi. Ularga qo'yilgan ayblovlar korrupsiya va terrorchi tashkilotlar bilan aloqalar. Butun mamlakat bo'ylab noroziliklar namoyishlari boshlanadi. Istanbul, Ankara, Izmir. Bu so'nggi yillarda eng yirik noroziliklar to'lqinlari. Ko'plab odamlar bu jarayonlarni yaqinlashayotgan saylovlar oldidan bosim va repressiya sifatida qabul qilmoqda. Hozirgi paytda Turkiyada inflyatsiya dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri. 2025-yil may oyida yillik inflyatsiya 35,5% ga oshgan. Ta'lim 71,7%, ga, uy-joy 67,4%, ga, mahsulotlar 32,9%. ga. Lira esa qadrsizlanishda davom etmoqda. Butun 20-asrning ikkinchi yarmida Turkiya Yevropaga qo'shilishni xohlagan. Nima uchun? Chunki foydali, texnologiyalar bor, ish topish imkoniyati yaxshi, boy xaridorlar ko'p. 1987-yil Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza topshiradi. Faqat 12 yildan keyin 1999-yilda nomzod maqomini oladi. 2025-yil keldi, lekin Turkiya hali ham Yevropa ittifoqiga qabul qilinmagan. Bir necha yil oldin Erdo'g'an ochiq aytgan: agar Yevropa Turkiya yalinib kirishga harakat qiladi deb o'ylasa, ular yanglishadi. Agar tog' Muhammad oldiga kelmasa, ehtimol bu tog' kerak emas. Nima uchun Turkiyani qabul qilishmayapti? Hozirgi paytda Turkiyada 85 million odam yashayapti. Bu hatto Germaniyadan ham ko'p, lekin gap sonlarda emas, o'sishda. 1999-yilda aholisi 64,5 million bo'lgan. 2025-yilga kelib 20 millionga ko'paydi. Sharqiy Yevropa hozirgi paytda demografik inqirozda. Germaniya misoli, 1961-yil Germaniya Turkiya bilan migrant ishchilari haqida shartnoma tuzadi. 300 ming kishi 4 yil ichida. Zavodlarda ishchi kuchiga ehtiyoj bor edi. 12 yil ichida Germaniyada 3 millionga yaqin turk paydo bo'lgan. U payt bu nazoratda edi. Ammo agar Turkiya Yevroittifoqqa kirsa-chi, Yevroittifoqni nima kutadi? Agar Germaniya bilan bir xil aholiga ega davlat qo'shilsa, eng katta armiya, 80 milliondan ortiq fuqarolar ish o'rinlari uchun raqobat boshlanadi. Turkiya NATO a'zosi bo'lsa-da, uning qo'shnilari Suriya, Iroq, Eron va Armaniston xavfli va beqaror hududlar hisoblanadi. Shu sababli Turkiya kuchli havo mudofaa tizimiga muhtoj edi. Turkiya 3 ta asosiy variantni ko'rib chiqdi. AQShning Patriot tizimi juda qimmat va texnologiyasini bermaydi.
Xitoy tizimi ishonchligi past. Rossiyaning S-400 tizimi narxi arzon, shartlari qulayroq. Oxir-oqibat Turkiya Rossiyadan S-400 tizimini sotib oladi. Bu qaror AQShga yoqmaydi. Natijada AQSh Turkiyaga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Turkiya uchun mo'ljallangan 100 ta F-35 harbiy samolyot bekor qilindi. Shvetsiya va Finlandiya NATOga kirishni xohlaydi. Barcha davlatlar rozilik beradi, faqat Turkiya qarshi chiqadi. Sababi esa ular kurd jangarilarini qo'llab-quvvatlagan. Turkiya shartlar bajarilmaguncha kirish ham yo'q. Muzokaralar o'tkaziladi, qonunlar o'zgaradi. Oxiri Turkiya rozilik beradi va ikkala davlat ham NATOga qabul qilinadi. Ahamiyat bering. Bu turk uyi Nyu-York shahrida. Turkiya Amerikadagi eng mashhur shahrida, Nyu-Yorkda katta bino qurgan. Bu bino 35 qavatli, narxi esa 300 million AQSh dollari. Odamlar uni neytral joy deb atashsa-da, lekin aslida bu bino Turkiyaning o'z yerida joylashgan. U yerda Turkiya hukumatining vakillari ishlaydi va xalqaro uchrashuvlar o'tkaziladi. Istanbuldagi yangi aeroport bugungi kunda aviatsiya markaziga aylangan. U orqali Osiyo, Yevropa va Afrika o'rtasidagi parvozlar bog'lanadi. Turkish Airlines esa hozirda 129 ta davlatga parvoz qiladi. Har yili 90 million yo'lovchi tashiydi. Yillik daromadi 18,5 milliard AQSh dollari. Turkiya transport va diplomatiya orqali o'zining global mavqeini kuchaytirmoqda. Bu iqtisodiy va siyosiy ta'sirini kengaytirish strategiyasining bir qismi. Bu oddiy turk seriali deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida bu Turkiyaning eng kuchli qurollaridan biri. Turk seriali yumshoq kuch vositasi. Muhtasham 100 yil. Bu serialni sizlar ko'rgan bo'lishingiz kerak. Dunyo bo'ylab 200 million tomoshabin 60 ta davlatda namoyish etilgan. Bugungi kunda turk seriallari 152 ta davlatda ko'rsatilmoqda. Yillik daromadi 350 milliondan 600 million AQSh dollarigacha. Dunyoda ikkinchi o'rinda faqat Amerika seriallaridan keyin. Turkiya ekrandan foydalangan holda butun dunyoga o'z tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini yetkazmoqda. Bu urushsiz, lekin kuchli ta'sir yo'li. Siz o'ylaysizki, Turkiya faqat seriallar yoki samolyotlar orqali kuchaymoqda. Yo'q, endi u pul orqali ham. Hozirgi paytda turk investitsiyalari har yerda. Turkiya bugungi kunda AQSh, Yevropa, qo'shni davlatlar, ayniqsa Ozarbayjon va boshqa joylarga katta sarmoya kiritmoqda. Masalan, Toshkent City loyihasining katta qismini turk kompaniyalari qurmoqda. Bu oddiy qurilish emas, bu iqtisodiy ta'sir va uzoq muddatli aloqalar qurilishi. So'nggi 20 yil ichida Erdo'g'an Turkiyani yuqori ligaga olib chiqdi. U harbiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy ta'sirini butun dunyoga yoydi. Bu yo'lning oxiri nima bilan tugaydi? Orzu amalga oshadimi yoki yo'q, faqat vaqt ko'rsatadi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing va fikr qoldiring. Ko'rganingiz uchun rahmat.